Mana sadaqani savobi yetishiga dalil Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis. Shunday bir toifa ulamolar bor, o'likni amali faqat o'zi bilan edi. U o'lgandan keyin amali to'xtaydi. Qolgan tiriklarni uni orqasidan qilgan ishidan savob yo'q deganlar ham bor. Yo'q, tiriklarda qilgan amallaridan o'lganlarga ham savob bo'ladi degan toifalar ham bor. Mana ahli sunna val jamoat e'tiqodida siz bilan bizda bor. O'liklar tiriklarda qilgan ishlaridan foydalanadi. Mana endi sadaqa qilsa mayyitga savob yetishiga dalil Imom Buxoriy va Muslimdan, Oysha onamizdan bir kishi aytdiki, "Ya Rasululloh, to'satdan onam vafot etdi. O'ylaymanki, agar gapira olganida uni nomidan sadaqa qilishimni so'rar edi. Agar onamning nomidan sadaqa qilsam, onamga ajr savobi bo'ladimi?" deb so'raganida payg'ambarimiz "Ha" deb javob berdilar. Mana Buxoriy va Muslimdan hadis, sadaqa qilaman, onamga savob bo'ladimi? Boradi deyapti. Anna imro'atan min Juhaynata ja'at ila Nabiy sallallohu alayhi vasallam fa qalat inna ummi nazarat an tahujja. Banu Juhaynadan bo'lgan bir ayol kelib, "Ya Rasululloh, onam vafot etib ketdi. Haj qilishni nazr qilgan edi. Onamning nomidan haj qilsam bo'ladimi?" Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Hujji anha." Uni nomidan haj qiling dedilar. "Aroayti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatan?" Agar onangizni qarzi bo'lsa, uzamidingiz dedi. Ayol ha dedi. Rasululloh aytdilar, "Uqdulloha fallohu ahaqqu bil vafa." Rasululloh aytdilar, Allohning qarzini ham ado qilinglar. Alloh vafo qilishga haqlidir. Nazr qildimi demak qarz bo'ldi. Yaxshi bo'lib qolsam bitta qo'y so'yaman. Yaxshi bo'lib qolsam biror ro'za tutib beraman. Nazr qildingizmi, atadingizmi? Bu yelkangizdagi qarz. Alloh nasib qilsa shu yozga chiqsa bir quduq kalatib beraman mahallaga dedi otangiz. O'tib ketdi. Nazr qildi. Bola uni ado qilishligi kerak bo'ladi. Modomiki bunga qodir bo'ladigan bo'lsa. Qur'on o'qib bag'ishlashlik. Mana qarz masalasida agar o'zini farzandi mas, begona odam birovda qarzini uzaman desa, bu ham mumkin bo'ladi. Abu Qatoda roziyallohu anhu hadisi, bir kishi o'ladi, 2 dinor qarzini Abu Qatoda roziyallohu anhu bo'yniga oladi. Rasululloh janozasini o'qiganlaridan keyin ertasi kuni qarab, payg'ambarimiz Abu Qatodani ko'rib, "Ey Abu Qatoda, kechagi qarzni uzib qo'ydingizmi?" dedi. "Ya Rasululloh, kecha o'ldi-yu" deganda Rasulullohning ranglari o'zgarib ketdi, norozi bo'lgan odam. Yugurib borib uzib keldi. 2 dinor edi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Al-ana baridat alayhi jildatuhu." Mana endi teri badani sovidi uni dedi qabrida. Demak mumkin bo'lar ekan. Qur'on o'qib bag'ishlashlik. Buni ham kimdir savobi yetadi deydi, kimdir yetmaydi deydi. Mana biz nima deb e'tiqod qilamiz? Birodarlar, o'tganlarga Qur'on o'qib duo qilib bag'ishlash albatta ularga savobi yetadi. Necha yil, necha zamondan beri biz yurtimizda yashab kelgan musulmonlar shuni qilgan, hech kim inkor qilmagan. Badriddin Ayni rahmatullohi alayhi o'zining Sahih Buxoriyga yozgan sharhida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita qabrda oldin o'tib ketayotib, bir daraxtning novdasini sindirib ikkiga bo'lib sanchib qo'yganini bilasizlar. Shunda aytdilar Rasululloh, shoyat shu sabab bulardan azob yengillatilsa. Ya'ni yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlar yerdagi hamma narsa tasbih aytadi. Valakin la tafqahuna tasbihahum. Sizlar tushunmaysizlar tasbihini. Shu ikkita novda quriguncha nam bo'lar ekan, demak tasbih aytadi. Shuni tasbihidan mana qabrda yotganlar foydalansa deyapti. Shu hadisiga Xattobiy aytadi. Bu hadisda qabr ustida kitobi azizni, Qur'onni o'qish mustahab ekaniga dalil bor. Chunki dov daraxtning tasbihi tufayli mayyitga azob yengillatishi umid qilinar ekan, Qur'oni Karimni tilovatida umidvorlik baraka yana kattaroq bo'ladi. Demak mumkin birodarlar. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayh va Imom Ahmadlar aytishgan, Qur'on qiroatining savobi mayyitga yetadi. Shu fikrni qo'llagan ular. Qur'on o'qisa tiriklar, albatta ajr inshaalloh yetadi. Bunga dalil Abu Bakr Najjorning Sunan kitobida Ali roziyallohu anhudan qilgan ushbu rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim qabrlar o'rtasida o'tib qolib, Qul huvallohu ahadni 11 marta o'qib, so'ng uning ajrini o'lganlarga bag'ishlasa, unga o'lganlarning adadicha savob beriladi dedilar.
Doriqutniy rivoyat qilgan. Yana o'z sunanida Anas roziyallohu anhudan marfu shaklda rivoyat qilinadi. Kim qabristonga kirib Yosin surasini o'qisa, o'sha kuni ulardan azob yengillatadi. Demak, birodarlar, savob yetadi. Savob yetadi. Maqal ibn Yasordan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iqra'u ala mautakum Yasin." Abu Dovud ibn Mojah. Rasululloh aytganlar, o'liklaringizga Yosinni o'qinglar. Mana to'g'ridan to'g'ri hadislarda payg'ambarimiz siz bilan biz bunga buyuryaptilar. Umuman olganda bizning mazhabimiz, Hanafiy mazhabida barcha mo'tabar manbalarida sadaqa, roza, tilovat, boshqa amallarni ana shu savob yetishida alohida to'xtab o'tilgan. Mana jumladan Al-Hidoya, Bahrur Royiq, Badoiy kitoblarda munosalarni savob borishi haqida ham so'z ketgan. Yana Roddul Muxtorda shunday bir narsani o'qiymiz, birodarlar. Ibn Hajar Makkiydan aytiladi: birov qabriston ahliga Fotiha surasini o'qisa, savob ularning o'rtasida taqsimlanadimi yoki har bittasiga o'sha va'da qilingan savob boradimi deganda, har bittasiga alohida savob boradi deb aytilgan. Biz o'tgandan keyin musulmon kishi Qur'on o'qib orqasidan savob bag'ishlashni to'g'ri deymiz va bu to'g'ri narsa, birodarlar. Sadaqa joriya. Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, men yo'qligimda onam vafot etib ketdi. Onamni nomidan sadaqa qilsam, onamga ajr boradimi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Na'am. Fa inni ushhiduka anna hayitil mihraf sadaqatun anha." Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu payg'ambarimizdan ha degan javobni olganidan keyin aytdilarki, "Guvoh qilaman sizni, falon joydagi hosildor bog'im Allohning yo'lida sadaqa" dedi. Demak, mayitga savob boradi. Bu hadisni juda ko'p marta takrorlaganmiz. O'rni kelganda buni ham o'qib qo'yamiz. "Idza mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalath." Bir musulmon banda o'ladigan bo'lsa, hamma amallari uziladi, to'xtaydi, faqat 3 ta amaldan unga savob borib turadi. Sadaqatun jariyatun. Musulmonlarga foydasi tegib turgan sadaqasi bo'lsa, asbol solib qo'ydimi, ko'prik solib qo'ydimi, quduq kavlab berdimi, transformator qo'yib berdimi Alloh yo'lida, musulmonlarga foydasi tegayotgan sadaqa joriya qilgan bo'lsa, o'tib ketgan odamga savob borib turadi. Va ilmun yuntafa'u bihi. Ilm qoldirib ketgan bo'lsa, ilm o'rgatib ketgan bo'lsa, shu ilmdan o'ziga savob boradi. Va valadun solihun yad'u lahu. Agar solih farzandi bo'lib, agar uni haqqiga duo qilib tursa, bundan ham savob boradi. Mayyitdan, otadan yoki onadan meros qolgan bo'lsa, pul qolgan bo'lsa, taqsim qilinmay turadi, toki qarzlari bo'lsa uzilib olmagunicha. Shunaliga ota-onani o'zini pulidan qarzini uzishlik to'g'riroq bo'ladi. Bola chaqaga bo'lib olib turib, keyin qarzi bor ekan deb kelinmagani to'g'ri bo'ladi. Avval uzib qo'yishlik kerak. Hujjat dalil bilan kelgandan keyin qolgan narsa taqsim qilinadi. Sadaqa joriyaning eng afzallaridan biri bu suv chiqarib berishlik. Odamlarga suv chiqarib berishlik. Estaizu billah. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna minal ma aw mimma razaqakumulloh. Alloh taolo Qur'onda do'zaxiylarning holidan xabar berib shunday deydi. Do'zaxiylar jannatilarga xitob qiladi. Bizlarga ham suvdan yo Alloh sizlarni bahramand qilgan narsalardan to'kinglar deb nido qiladilar. Suv beringlar bizga ham o'zinglardagi bor. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhudan qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baynama rajulun yamshi bit-tariq idza ishtadda alayhi al-atash. Bir kishi ko'chada ketib borar ekan, yo'lda ketib borar ekan, chanqab ketdi. Favajada bi'ron fanazala fiha fashariba. Quduqqa tushdi, suv olib ichdi, qaytib chiqdi. Faiza kalbun yalhaf ya'kulu sara min al-atash. Chiqsa bir it chanqoqdan holi qurgandan tuproqni yalayotgan edi. Faqala rajulu laqad balagha hada al-kalbu min al-atashi mithla alladhi balagha minni. Bu it ham menga o'xshab chanqabdi dedi. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu. Tushib kavushiga yoki kalashimi nima deymiz? Oyoq kiyimiga suv qo'yib olib chiqdi. Summa amsaka bi fihi hatta saqol kalba. Olib chiqib itni tumshug'iga tutdi, itni sug'orib qo'ydi.
itni sug'orib qo'ydi. Fashakarallohu lahu faghfara lahu. Alloh taolo undan rozi bo'ldi-da, bu bandasining gunohini kechirdi. Shunda sahobalar aytishdi: "Ya Rasululloh, bu hayvonlarga qilgan yaxshiligimizdan ham bizga ajr bormi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Ha, har bir jigarda savob bor." Ya'ni jonli narsaga rahm shafqat qilindimi, unga albatta ajr bo'ladi deb aytdi. Demak, qodir bo'lsangiz, birodar, otangiz nomidan, onangiz nomidan bir quduq kavlatib, odamlarga bir ehson qatori taqdim qilib qo'yadigan bo'lsangiz, modomiki shu suvdan odamlar ichar ekan, hayvonlar, parranda va darandalar ichar ekan, albatta ota-onaga bu narsadan ajr bo'ladi. Ha, bir marta dasturxon solib odamlarga chaqirib qo'ysa ham, bu ham ehson, lekin bu razvi ehsonda bu. Ha, asfalt solib qo'ysin, odamlar foydalanadi. Transformator qo'yib bersin, yangi uchastkalarda odamlar pul yo'q, svet yetisha olmayapti. Kanalizatsiya kavlatib bersin. Savobli bo'lgan ishni qilib berib qo'yingki, davomiy bo'lsin. Razvi ehson, managa razvi ehson biz tilda mana. Demak, suv chiqarib berishlik aytilgan ulug' savobli amallardan ekan. Mana bitta itni sug'orib qo'yganligi uchun Alloh taolo gunohini mag'firat qilyapti. Endi namozxon, ibodatda bo'lgan musulmonlarni suv bilan sug'orishga qanchalar ajr bo'ladi, birodarlar? Endi pulimizni, puldor akalar, qayoqqa sarflashlikni ham o'rganaylik. Hadeb imoratni zeb-ziynatiga har qarachini miramar qilishlik-ku, falon joydan olib keldi moji hosilida maqtanishlikka-yu, otangizga savob borsin, otangizdan ham qolgandir o'sha pul. Quduq kavlab berib qo'ying. Qilib berib qo'yinglar, mahallada o'sha qishga ko'mir yo'q odamlar bor. Tirishligini o'tkazolmayotgan otamga borsin savobi, onamga borsin savobi deb qilsalar albatta ajr boradi, birodarlar.